Mana akalar. Tayyor 5 oylik bo'g'oz jetidan xudo xolasa narxlarini juda bir chiroyli aytib beramiz. Farg'ona viloyati Bo'yra tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Ing'ircha qishlog'idan sizlar qo'llangancha azzagamda o'zini chorvalari, puli yengil, hop, mesli poroda, rossiyskiy porodalar, choylilarda meta sigirlar zo'rlardan turibdi, ko'ringlar. Hammasini chotga narxlarda aytib beramiz. 15-iyul sanasiga tomosha qilaveramiz. Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Ishlaridan charchamayapsizmi? O'zi yaxshimi? O'zi yaxshimi? Nechinchi qoringa endi boy aka bu? Bu ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Suti ham bor ekanda hozir. Nechtacha? Hozircha 3-4 litr beryapti, lekin 5 oylik bo'g'oz bor. 5 oylik naq bo'g'oz. Yo'q. 3-4 litr endi qaytishdi ekanda, demak, suta. Shoxlari kelishgan, kuragi nechta bo'ladi endi? Mana kurang ko'rsatamiz. Nechta bo'lishi mumkin? Bo'lsa 2 ta. Bitta ko'raylik. Ehtiyot bo'lamiz. 2 kurang. 2 kurak. Bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. Bitta yetalavering bitta. Suyaklari baquvvat korobkalari joyida. Faqat qarab o'qing. Dehqoncha ozib qolibdi-da. Ha, bo'ylab 130 atrofida. Mol yuvosh, bunaqa haligi tepib netib. Zo'r, o'z ishqivozi ko'rib shuni bo'ladi. Bir oyda o'zgartirib yuborsa bo'ladi. Sutdan chiqarib, 1-2 oyda o'zi etob chiroyli qilib silliq bo'lib qoladi. Azzaga boshlaymiz bo'lmasa, nech pul deymiz? Narximi? Ha. Qancha bir 35 desam bo'laveradimi? Yo'qda. Siz yopishtirib yengil etasiz hamisha. Hech pul deysiz. 30 mi? 30 ga qo'shadi, vodiy bo'lib yetkaziladi. 30 ga atrofida ish bitaverar ekanda. Bitadi hozir. Ishqibozga 5 oylik naq bo'g'oz. Demak, 4 oyda zo'r oktyabrda yetilar ekanda, uzog'i. Zo'r paytga yetilar ekan. Ana 5 oylik bo'g'oz bor. Bo'ldi, 30 million atrofida ish bitaveradi deyapti. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. 5 oylik naq bo'g'oz rossiyskiy parodamiz. Tuyoqlari hamma yoq joyida yuravering. Hamma yo'q zo'r mol. Tuyoqlarni ko'ringlar. Paxotkalari ham joy-joyida. Munojinni puliga qo'yiladi. Munojin puliga 5 oylik naq bo'g'oz. Soskalar hammasi ishlagan-a? Hammasi zo'r, mana yuvashligini qarang. Soskalar hammasi ishlagan. Chapcha sog'aman desa ham chiqaveradi. Bo'laveradi. 4 litr. 4 litr bor ekan. Yaxshi, ishqiboziga zo'r. Endi ikkita ena bola ekanda endi bular. Bular edi. Bas yangi tug'gan. Buni sen tortib mana. Ha, bitta ko'rsataveramiz. Qaysisidan bo'lsa. Ko'ringlar, pul yengillar. Ehtiyot bor, ehtiyot. Soskalari yaxshi. Birinchi qorimi bu? Birinchi qo'y. Shuni ko'rsatib qo'y. Tishi ikkita bo'lishi kerak demak. Adashmasak ham. Ehtiyot, shu. Ikkita ekan bu. Oppoq ekan sizlar. Necha yil bo'laversin? Bolasi xonajin. O'zi endi yopib ko'rsatib qo'ying. Litrlar qancha ekan endi bu? 5 litr beraveradi. 5 ta. 5 to'g'risida. Aha. Bo'ldi, soskalar rabochi oladi. Oldin har tomonlama sovuradi. Do'pmi? Aha. Bo'ldi, yuvosh bo'lsa bo'ldi, birinchi o'rin. Ol soskalar ham ishlayapti. Ha, zo'r hammasi. Nech pul desan? Ammo arzon etish kerak. Yosh narsa uka. Aha. Nech pul? 28 million 500 ga kirib boradi. Kirib boradi. 28 ming. Ha, bo'ldi 28. Telefon qilsan. Telefonda dehqon telefon qilsan. Arzon qo'yib beryapti. Bo'ylab 125 bemalol chiqadi. Oshiq. Hisobda bolasi xonajin, tayyor birinchi qoringa. Bir necha oylik bolasi? 1,5 oy bo'lsa kerak. Bolasi 2 oyga. 2 ga yaqinlayapti. Bo'ldi, ishqiboziga davom etaveramiz. Bo'ldi, kimlar netsa yo'q, ertalar bolasi endi. Bo'ldi. Bolasi xonajin ekan buni. Hop, mesni parodani, shu eski parodamiz, yaxshi baquvvat mollar. Ularni nushatimizda Bolasini ko'rsatdik hozir. Oqyalan qora so'zki. yetalar bor. Bular bu ham bo'g'oz deyapti, aytganchilik. Ham bo'g'azga 5 oy. O'zi qilingan. Bu ham 5 oylik bo'g'oz naq. Xo'p, bu nechinchi bolasi bo'lgan? Bu ikki qonida 3. Qonda 3-chi bo'ladi. Tishini ham ko'rsatib qo'yaman. Bu 6 kurak tishi bor.
ikkita ko'rsatib bo'lmasa iloji qilaveramiz. Sekin ochib. Qattiq yuvib oldi-yu, jonim. Aha. Bo'ldi, 6 ta. 6 ta baquvvatga yangi tishlar ekan emas. Aziz aka, nima deymisan? Oldi yaxshilab ko'rsatib beraman. 5 oylik bo'g'az qara. Bolasi ham yaxshi. Bolasi ham zo'r. Butun bola. Butun hamma yo'jaydi. Suti ham o'ziga yarasha bor. Men bununcha demayman, lekin orqasini olib beraman. 5 oylik bo'lsa yana bir 2 oy solsa bo'ladi. Hech bildingiz? Degani saray. Yaxshi mol uka. 42 millionga kirib boradi vodiy bo'ylab. Do'konlik qila olmaysizmi? Do'konlikka qaraganda bir 4 oy sabr qilsa 3 ta mol olyapti. Do'konlik qang. Qo'l solingan. To'ppa to'g'ri yeting chiqani. To'ppa to'g'riga tepasida bo'lib qoladi-da. To'ppa to'g'riga aloqaga chiqarsin, o'zi ani bitirasiz. Ha? Xursandchilik dehqonga. Bolasini tagini ham olib berib qo'ydi. Ostlar oqil osuvchi ko'rsatdik. Qora suvga, ya'ni biz oqilni qora suvga. Baquvvat molar. Mollarni kim olsa baraka topadi. Bunda yurgizib qo'yasiz. Hammasi tuyoqlari, rabochiymi chiqib hammasida. Ha, 3 mollar, 5 ta mol chiqardik sonida. Ko'ringlar, baquvvat mollar. Tepasiga kelib ko'rib olsa bo'ldi. Xursand bo'ladi. Ishqibozlari bemalol kelib ko'rib, mana shu rossiyskiy deymiz, yangi tug'gan. Hop, 3-chisiga bo'g'az 5 oylik. Bu ham 5 oylik, bunimiz yangi tug'gan. Ishqibozga zo'rlab, azzagan. Ko'rib turibsizlar. Yo'q, himoyachini chiqarib. Qaysini? Bo'ldi, olani ham chiqar. Olib kirib ketaver. Mana olib kirib ketyapmiz. Ishqibozga suv so'raganlar. Hop, yana bitta olaqora mesli barodamiz, xonajinimiz. Bunimiz qochma holatda endi bu. Qani ostdan ko'rsataychi. Voh. Bitta baquvvat. Dumi ham baquvvat ekan. Yaxshi, 4 ta so'zga yoki ortiqcha barakalari bor ekan. Barakalar yeyilib ketadi. Kichkina ekan juda. Qani, bo'ylab 1.25 atrofida. Ehtiyot. Bitta qaytib kelavering kallasi. Mana. Azaga nechi pul? 8,5 beradi. Siz aytasizda narxini endi. Siz arzon aytyapsiz-ku. Nechi pul? 18 bordimi adashib? Aziz aka, 18. 18. Ha? Bo'laveradi, bayog'ini bog'lab chiqarsa hammasini. Met Instagram'dan ish qilyapti. Ko'ringlar, navis. Shipper. Deymiz tuniki. Ustaga charchamayapsizlarmi? Ishlarni to'xtatib qo'ydiganmi? Olyapsizlarmi? Shunaqa ishlar bo'lsa bemalol qilinavergan. Yaqin atrofda kachstrinni qilma shunaqa. Urverlarda chorliq chiqar. Tuniki navis. Shipper deymiz, ha? Tomda, tom ishlar. Yaxshi, yaqin o'rta. Qaydansizlar o'zlar? O'zimiz shu yangi qo'rg'oncha qishloqda. Angarcha shayda mesnisizlar ekan. Bo'ldi. Yangiqo'rg'on, Do'ydi, Bog'dod, ha? Uchko'prik. Bo'laveradi. Vodiy bo'ylab. Mo'mala yetib qo'yavering, ishqibozga mabodo. Izlab turganlarga. Aha. 558 Aha. 0607. 0607 bo'ldi. Mana qarang, navis. Tunikofon deymiz. Bo'lma endi. Ha, Yaxshilab ko'rsatib berdingizmi? ko'rsat. Qancha deysiz, o'zingiz chiqib yuribsiz. Siz necha pulda borsiz? 18,5 beradi bo'ldi, vodiy bo'ylab chiqarib. 18 beryapti. Siz endi o'z kami o'zidanmi? Necha kamini qilib berasiz? Barga o'rtadan telefon qilib. Vodiy desa ham ancha narcha chekkansini o'ylayvermang. Yo'q, yaxshi mol qarang. Ya baquvvat mol. Kami o'zidan endi. Ikkilab turibdi, mol baquvvatlik qarang. Ha, 18 ga savdosi o'zidan, o'zi istib turaveradi. Bo'ldi. Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on. Qo'rg'on shaharchasi obzorlar qilib berdi. Azzaga nomerlaringizni bitta aytaverasiz. Ishqibozni kelib ko'rib, tepasida ishlab turib ketaveradi. Mollar kichkina mollar emas, ko'ring. 90lik. 90lik? 292. Aha. 3770. 3770. Bemalol chiqib, ish bitadi, hoji aka. Bitadi xudosi, hammasini kelishtirib beradi. Sotuvga maqsad sotish. Hozirda yana kishnab chiqadi, men ko'rsatib beraman. Bo'ldi, uni ham. Mana olib chiqdim-da, mana ko'ringlar. Surolar. Tagini.
Mesni parodani ostidagi. Baquvvatlardan. Ko'ring, ostidan to'rtta soskasi. Qashqasini qarang. Bo'yni ham baqbaqasi ham bor ekanda, jonivorda. Yaxshi ko'cha. 1 metr atrofida. 3-4 oylik. Hech pul arzak. O'ylanmasdan ayting shu chapa. Arzon yetib oling. Yaxshi mol uka. Aha. Maqtaganda nimasi yo'q. 11 million berib yetkazib beramiz. 10 million. Kim 10 million deyalami? Yo'q, molni arziydi-da. 10 millionlik mol. Yomon ko'rib qolmayapsizmi chiqib meni? Tushirib yuboryapman. 10 millionlik bo'lsa 10 millionlik beramiz. Bo'ldi, 11 million savdosi o'zlaringlar. Ko'ringlar mana. Ketaveramiz. Qaytib ketaveramiz. Taglarni olib. Taglar ko'rindi. Shu mesli barodani yaxshilardan, baquvvatlar. Mo'minlar yetildi ishqibozlari aloqaga chiqib, ishchi savdolarni boshlayverasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha narxlari zotiga yarasha qilib yetib berdik. Ortiqcha narx qo'yilgan yo'q hech qanaqasiga. Ko'raveramiz, savdolar boshlayveramiz. Yaxshi kunlarda yaxshi joylarda ko'rishaveraylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.